Assalomu alaykum. Charchamasmi? Qalaysizlar? Assalomu Va alaykum assalom. Aka aytib bersangiz, nechta farzandingiz bor? Mana ishda. Mana keyin beshikda bor, kichkinasi. Yoshingiz nechida? Meniki 49. Shu yerda yashaysizlar, to'g'rimi? Qishda ham. Ha. Hozir oila singan ekan ko'rdim. Qishda qanaqa sovuq emasmi? Endi gaz yaxshi bo'lsa-ku, mana shu xonada normal isib qoldi, gaz yaxshi bo'lsa isiydi. Keyin devor o'rib qo'yganmiz, biroq u ayna qo'yish kerak bu yerga ramka endi. Shunga qurilganda o'zi. O'zingiz nima ish qilasiz? Agorot ekanmiz. Pul qayerdan keladi pul? Pul kerak hammaga. Agorot ekanmiz-ki endi Shundan pul keladi. Bular maktabga boradimi? Nechinchi sinfsan? 4. narga 0-oyga boradi. Chiqyapti. Beshikdagi kichkina g'ala. Qoramol shunaqa narsalar boqasizmi o'zi uyda? Hayvon. Bu yerda mol boqmasak bo'lmaydi qishga. Hozir sigir bor. Aha. Mashinangiz bormi? Yo'q, mashina yo'q. Nima qanaqa velosiped yurasiz? Mana yerda turibdi-ku. Ha. Eshak araba. Ha, eshak yurasizmi? Eshak araba. Aka, pulingiz bo'lganda nima qilardingiz? Menga qanday bari uyni ishlagan yaxshi-da, ertaga bolarim katta bo'lib qoladi-ku. Bitta usta bilan kirishani gaplashgan edik, qilib beringiz. 5 million ketadi degan edi. Orzungiz bormi? Endi arzu qolmadi, bo'ladi-ku, endi arzu prosta. Nima orzungiz bo'lgan aka? Endi arzu emas-ki, endi bari uylarni yaxshilab qanday qilib, mehmon kelganda ham bemalol uyalmaydigan qilib, bunday yashagan yaxshi. Uyalishga joyi yo'q. To'g'ri, yaxshi bo'ladi. Qilasiz, tomingizni bitirasiz. Tursun aka. Yoshingiz? 37 da. 37 da. Qanaqa orzungiz bor? Xo'jayingiz javob bermadi bu savolga. Uylari nima qiladi? Farzandlaringizni so'radim. Nima olib beray? Desam, kelasam planshet dedi. Hop, planshetni pul berib ketamiz. Yana nima? O'zingizni uydan tashqari. Uyingiz bor. Shuda, uy bola chaqani sog'lig'ida shuda. Shu faqat. Qadrdonlarim, hozir zakotimizni amalga oshiryapmiz. Alloh uchun bu oilaga juda katta yordam beradigan umiddamiz. Hozir inson uchundan bularga pul o'tkazaman. O'zim zakotimni. Menga yoqqan tarafi, bu yerda o'rtada odam yo'qligi, men tashlagan pul 100% shu oilaga tushishini bilaman. Oppa, ana. Endi duo qilib qo'yasizlar. Agar shu pul sizlarga, hozir tominglarni ham bitirib olasizlar. Planshetni olib berasizlar. Kichkina summa emas menimcha. Hozir hamma narsalarga yetadi. Shuncha bo'ldi. Opa, xursandmisiz? Biz shunga keluvdik o'zi oldinglarga. Ro'za Ramazon oyi maqsad bor edi, odamlarni xursand qilish. Shu tarafi va biz zakotimizni ham bermoqchi edik. Umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringiz baxtini ko'ringlar. Topgan Alloh baraka bersin. Bizni qaytmasa Alloh qaytsin. Amin.